xola bo'lar ekanman. Yana. Yana ya. Men senga nima degandim? Pullaga tegmagin devdim-ku. Tekkanim yo'q pulingizga. Olganimda allaqachon qolmasdi. Dadangni atirini yana o'ynadinglarmi? Yo, o'zlari sepdilar. Bo'pti. Yasanib chiqib ketganmish bu kishi. Shunaqa ketkim kelmayapti. Ammo majburman. Mayli asalim, sog' bo'lgin. Xo'p, Jilapa. Siz bilan yashagim kelyapti. Bir umr. Sizda ko'nglim bo'lmaganda allaqachon. Aldama. Bu jigarim rizqi. Men yana topaman. Yana topaman. Bunaqa yurma. Muammoni o'ylaganing sari yana chuqurlashaveradi. Siqilma ukam. Xo'pmi? Rahmat. Rahmat. Bor. Dilfuza. Ha? Xo'sh. Olib kel ovqatingni. Xo'p, mana ketyapman. Yeb bo'ldinglarmi? Tanib bo'ldim. Qani. Qani iyi bo'lgan bo'lsanglar, xonanglarga boringlar. Keyin olib ket. Yo'q. Joyingdan qo'y. Dadasi, pulni kimga berdingiz? Ishing bo'lmas. Tavba. Men bilan ham maslahatlashsangiz bo'lardi. Er-xotinniki o'rtada-ku. Ovqat zahar qilmagan. To'g'risida, erta-indin ajrashib ketishadigan bo'lsa, ana, pulni havoga sovurganingiz qoladi. Ha, yo'q, Shunaqami? Ha? Bo'pti. Unda hozir qaytarib olaman. Shunday qiling. Nodir. Nodir. Menga qara. Bu pullarni men topganman. Xohlasam ukamga beraman. Xohlasam ko'chaga olib chiqib tashlayveraman. Tushundingmi? Bor bolalaringga qara. Sendagi aqllida. Aka. Chaqirdingizmi? Ha, kel o'tir, ovqatlanamiz. Ayo, rahmat, siz bemalol. Men ovqatlanganman. Ha, bo'pti-ki, choy ichaylik. Bo'pti, choy ichamiz. Ma. Rahmat. Narsalarini yig'ishtir. Ertaga toqqami, biron yaxshiroq zo'r joyga aylangani boramiz. Odam zerikib ketdi.
kechir meni, Lobar. Senga qattiq gapirdim. Seni xafa qilmoqchi emasdim. Bunday niyatim ham yo'q edi. Shayton yo'ldan urdi. Siz ham meni kechiring. Boshqanuqa qilmayman. Qo'ng'iroqlaringizni javobsiz qoldirmayman. Ertaga aylangan borganda kayfiyating yana ko'tariladi. Xo'pmi? Ha, Dilfuza, tinchlikmi? voy Betoqatsiz? oyijon, ular yana janjallashyapti. O'g'lingiz yana asabiylashni boshladi. O'shanga valerianka olib kelib bersammikin, a? Yo'q, Yur. Do'konga chiqamiz. Bir diyetani buzamiz. Xo'p. Ketdik. Tinchlikmi keyin ish qilib? Oyi. Tinchlikmi? Kayfiyatingiz yo'q. Ha, meni kayfiyatim yaxshi. O'zinglar tinchmisizlar, bolalarim? Ha, yaxshimiz. Nimadir bo'ldimi? Kimdir nimadir dedimi? Ay, yo'q, hech kim hech narsa degani yo'q. Biz Lobar bilan do'konga aylangani chiqmoqchi edik. Yuring biz bilan aylanib kelasiz, oyijon. Ha, yo'q, dadingni bilasan-ku. Birpas uyda yo'q bo'lsam, dotvoy qilib uyni boshiga ko'taradilar. O'zinglar chiqib kelaveringlar. Aha. Borib kelaveringlar. Xo'p, mayli. Bo'pti. Yaxshi dam oling. Xo'p, yaxshi mayli. dam olinglar. Mayli. Lobarxon, Labay opajon, moshxo'rda qilgandim. Yeb oling. bizlarning qornimiz to'q edi, rahmat. Bularga tayyor ovqat qilib qo'ysa ham mensimaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerda edingiz? Xavotir oldim. Qayerda edim? Ishda edim. Kechasi bilan raza ishladim deb to'g'risini aytsam, ishonmaysan xotin. So'rab bo'lmaydimi? Nima qilasan so'ra? Xavotir oldim, telefon qildim, ko'tarmadingiz. Ana shu so'ramagin, san so'ramagin, xo'p. Ayol kishiga so'rash huquqi berilmaganda, bilding? Yasanib ketganingizga aytaman-da. Ishga unaqa bormaysiz-ku. Biz endi qora ishchilar atir-patram sepish mumkin emas-da, ha? Agar o'ngga chapga yursangiz bilasiz-a bolalarga urishini. Hazır. Alo. Kim? İlhom bormi? İlhom? Voy. Kim so'rayapti? Chet elda edi-ku. Ha, uni mendan qarzi bor. 2 yildan beri bermayapti. Qarz? Telefon qilib aytib qo'ying, qaytarib bersin. Jonim, oting nima edi? Oktab. O'ktamjon, uni unaqa odati yo'q edi-ku. Endi bilmadim, aldab ketgandirdi. Unda telefon qilib aytib qo'ying. Xo'p, Qarzini bersin. 2 yil bo'ldi, hali ham bergani yo'q. mayli, aytaman bolam, aytaman. Kep qolar o'zi ham. Jon bolam. Amana, kep keldi. qoladi. Voy.
voy bolajonim, man senmiding? oyijon. O'zim o'rgilay sendan. Ay, o'zim o'rgilay. Ha, onaginam. Bolajonim, bolajonim. O'g'lingizni tanimadingiz, ha? O'zim Assalomu o'rgilay alaykum, onajonim. Bu sog'intirib oldingiz-ku odamni. bolajonim. Zerikib qolmadingizmi siz? Ha? Ha. Kelishingni Keldim. bolam. Yur ichkariga, yur. Qani, hozir shundoq sumkalarimni oling. Kel bolam. Hozir. voy sekin. Jim o'tir. O'zi shoshayotgan paytda. Ha? Biron joyga otlanyapsizlarmi? Voy, to'yga ketyapmiz oyijon. Yakshanba kuni biz ham bir aylanib kelaylik. Ha, mayli. Boringlar. Borib kelinglar. Lekin bir og'iz aytib qo'ysangiz bo'ladi-ku. O'g'lingizga aytib qo'yganman oyijon. Aytmasdan ketmayman-u. Bu yerda men hech kim emasman-de, a? Bugun Lobar ikkalovingiz uydasizlar deb xolanglarni mehmonga chaqirib qo'ygandim. Ha, Lobar? Siz ham biron joyga ketyapsizmi? Ha, o'g'lingiz bilan bitta joyga bormoqchi edik. Hamma narsaga Dilfuza. Osh-ovqatga ham, uy ishlariga ham Dilfuza. Bitta Dilfuzadan boshqa hech kim yashamaydi bu uyda. Jim o'tir sen ham. Hali o'zimga qaraganim yo'q. Shoshayotgan paytida ay durmagin. Opajon, keling, men qarishib boraman. Yaxshi bo'lardi. Boring. Xo'sh. Sochingni o'rib qo'yamiz, a? Opamga doim yalinardim, o'rib qo'ying deb. Yo'q-e. Chunki o'zim eplolmasdim-da. Oyim har kuni tortib silliq qilib o'rab tashirdilar. Ichganimdan keyin shunaqa og'riydi. Mayli, men ortmasdan o'rib beraman, xo'p? Ana. Ozgina qoldi. Bering. Voy. Keyin esa bir ham chiroyli qilib sochini qipti. Aytgancha Lobarxon, bugun vaqtliroq qaytasizlar-a? Oyjon aytadilar. Xolajonlar kelishar ekan. Ikkalamizdan bo'lmasa g'alatida. Mayli, harakat qilamiz. Bilasizmi, to'y bo'lgani uchun birato'la ertaga to'yni o'tkazib kelmoqchi edik. Bo'ladimi? Bo'ldi, xavotir olmang, opajon. Rahmat. Bo'ldinglarmi? Bo'ldi, ketdik. Bo'la qol. Rahmat. Mayli, yaxshi qolinglar. boringlar. Ustinglardan arz qilaman. Oyisi ketdi. Voy tavba. Oyisi. Mana Yana tilla komplektmush. Mana keldi. O'rji o'qituvchilarning ishi zo'r bo'lib qopti-ku, ha? Qo'yningiz yana nima tusayapti, xonim? A? Vijdoninglar bormi sizlarni? O'zingizni bosing, nimalar deyapsiz? Keling, o'tiring. Tegmaymanga. Nimalar deyotganingizni tushunmayapman. Qanaqa tilla? Hali tushunmay qoldingizmi nima deyotganimni? Ochilib qoldi-de, ha? Tilla komplekt emish. Menga qarang singlim. Men qizlarimni yolg'iz o'zim otasiz katta qilyapman, tushunyapsizmi? Oyi. Ozgina uyatingiz bormi? Qanaqa tilla komplekt degani? Oyi nega keldingiz? Qizim, kelaman-da. O'zi bunaqa uyatsiz o'qituvchilarni ta'zirini berib qo'yish kerak. Nima? Laylo, men sizlardan biror narsa so'radimmi? Sovg'a beringlar dedimmi? Voy, siz meni qizimga, meni oldimda bosim o'tkazyapsizmi? Men yo'g'imda qanaqa muomala qilasiz bolamga? Oyi bo'ldi qiling. Go'zal opa hech narsa so'ragani yo'q. Biz o'zimiz qizlar bilan sovg'a qilmoqchi edik. Ho, pulinglar ko'payib qolganda, tilla sovg'a qilmoqchi bo'lasizlar, chinnilar sovg'a qilmoqchi bo'lasizlar. Xullas, men baribir buni tagiga yetaman. Buni shundayligicha qoldirmayman.
Dadasi, men qo'shnini ko'rib chiqay. Bolalarga qarab turing, xo'pmi? Bo'pti, tez qaytib kel. Xo'p. Qolib ketma yana. Xo'p. Menga qaranglar. Nima gap o'zi? Nimalar bo'lyapti? Nargiza? Mubina? Ha, Kamila? Gapiringlar. Parizoda hech bo'lmasa sen gapir. Nima jim bo'lib qoldinglar hammanglar? Tilingni yutib olganmisizlar? Go'zal opa, kechiring. Bunaqa bo'lishini bilmagandik. Layla onasiga shunaqa deb yetqizganda. Kamila, Laylo unaqa qiz emas. Shunaqa. Qanaqaligini ko'rdik. Aldoqchi. Ha, bo'lmasa Go'zal opanglar o'zlari yetdilarmi shunaqa sovg'a olib beringlar deb. Yo'q. Sizlarda menga hech narsa kerak emas. Go'zal opa, kechiring. Bo'lmasa kimdan chiqqan fikr bu? Qaysi aqllidan? A, gapiringlar. Kimdan chiqqan fikr bu? A, Laylo? Oyi, Ha bolam, yuvini bo'ldingmi? Kir. opalarim, jiyanlarim, pochchalarim yaxshimi? Yaxshi. Hammalari yaxshi. Xudoga shukr. Sen yaxshi ko'radigan ovqatni qilyapman. Kel. Ayo, men hozir kiyinib chiqay. Qayoqqa ketmoqchisan? Surpriz qilib opalarimni, jiyanlarimni ko'rib kelay. Haligi nima qilasan bolam? Seni juda ham sog'inganman. Kel o'tir bolam. Kel. Choy ichamiz, ovqat ham pishib qoladi. O'zlari kelib qolishadi. Shunaqami? Ha, mayli. O'tir. Dada, choy bering. Onang kelsin, onang beradi choy. Qizim, bo'lmadinglarmi hali? Bo'p qoldik. Dadasi, men keldim. Yaxshi qilsan. Sanjar qani? Sanjar? Sanjar! Voy bolam! Nima bo'ldi? Nima? Voy bolam! Kuyib qoldik. Nima qildi? Dadasi kuydi. Dori olib keling dadasi. Choyni nima qilasan bu yoqqa qo'yib? Aptechkadan dori olib keling dadasi. Voy bolam, nima bo'ldi? Aptechka qayerda? Voy xudo! Uyda aptechka borligini ham Qayerda men bilaman? Ayol kishi ishida bu. Voy xudo, bolam, nima bo'ldi? Kel bolam, o'zim kel. Mashinangizni Hozir bir yuzta kelib baqiraman. doktorga olib boraylik. Qanaqa mashin? Ichganman. Tushunyapsanmi? Bo'ladimi? Noton. Kiyimimni olib ket qizim. Oyijon. Alo. Bolam bo'ldi, chidagin. Hozir o'zim qarayman. Alo. Shunaqayam er bo'ladimi? Xudo Alo. bolam. Hozir yur bolam. Yur. Doktorxonam bu. Faqat ozgina chidagin bolam, yur o'zim olib boraman. Alo. Bolam. Ha. Yur qizim. Yur qarashvor. Alo. Bu o'zib yozasizmi? Dadasi hech bo'lmasa taksiga pul Shaxslar. bering, kutishga vaqt yo'q. Taksiga pulni qayerdan olaman? Voy bolam. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Lobarxon? Rahmat. To'yga qolmadingizmi? Qatta. Qanaq borib kelganimni o'zim ham bilmayman. Nega? To'y boshlamasidan oldin Mo'lakangiz telefon qilib rosa so'kdilar. Yo'q. O'zi bu uydan biron joyga borish o'zi bo'ladimi? Hali bu ish chiqib turadi. Kelinlar odam emas. Ularni shaxsiy ishlari yo'q. To'ygacha oxirgi marta qachon borganimni eslolmayman.
Boray deb o'tirgim keldi-yu. Oyijonlarni ko'zim qiymadi-da. Ularga rahmim keldi. Shuncha ishni bir o'zlari qilmasin dedim. Siz ham uyda yo'qsiz deb o'yladim-da. Har holda katta kelin. Hamma keldik meni boshimda sinadi. Alohida chiqib ketardi-yu, lekin chol kampirga kim qaraydi? O'zi aslida uyda kichkina o'g'il qolish kerak. Ajoyib odatlarimiz bor, a? Ikkitovsini hech qachon birga qilish kerak emas. Nega? Bitta vanna, bitta hojatxona. Bo'lmabdi. Alohida qilgan yaxshi deysiz-da, a? Ha? To'g'ri. Tiqilib yashagandan ko'ra alohida bo'lgan yaxshi, ha? Quloq tinchiydi. Shu? Undan tashqari uy-joy talash. Hozirgi paytda opa-singillar bir-birini go'shini yeyapti-yu. Ovsinlarni gapirmasa ham bo'ladi. Lekin shunaqa deysiz-u, bir hovlida 3 talab ahil yashaydigan ovsinlar ham bor. Ahil? O'shalar ham bir-birini orqasidan chaynaydi, bilasizmi? Lekin bilmadim. Bilganim, siz bilan men umuman urushmaymiz. Ko'z tegmasin deng. Mabodo siz o'rningizga boshqasi bo'lganda-chi? Allaqachon ketib borgan bo'lardi. Oyjon ham ketidan boshqasini olib kelgan bo'lardi. Men sizdan boshqasini tasavvur qila olmayman. Aniq chiqisha olmasdim. Uncha-buncha odam bilan jinim to'g'ri kelmaydi. Xullas, to'y ham to'y bo'ldi-da. Jigarlarim bilan salom alik qilib qaytdim. Aksiga olib bizani ham ishimiz o'xshamadi. Boradigan joyga bora olmadik. Yo'lga narsalar oldinglarmi? Oldik. Ha, mayli. Ish qilib davosi bo'lsin-da. Aytganingiz kelsin. O'yizdan o'tganini o'zingiz bilasiz. Mayli, men kiyimlarni alishtirib chiqay. Keling, nima bo'ldi? Yordam bering. Yuring ichkariga. Yura qoling. Chida bolam, chida. Bering. Yo'q, sizga kirish mumkin emas. Mana shu yerda qoling. Ey Xudo. Xavotir olmang. O'zimiz qaraymiz. Ey Xudo. Iltimos, doktor yordam bering. Alo. To'lqin aka. Ha, nima bo'ldi? Olib kirib ketishdi. Nima deyishdi? Bo'pti, yig'lavermang ko'pni. Yaxshi bo'lib ketadi. Dorilarni aytsa, olib kelib berasizmi? Qayerdan olib kelib beraman? Pulim yo'qligini bilasan-ku. Qayerdan olaman pulni? Amalla. Singlingga telefon qil, onangga telefon qil. Olib kelib tursin, beraman keyin biroq kun qo'lib. Ay bolam.
bolam. Hozir vrach chiqib tushuntiradilar. Ikkinchi darajali kuyish. Yig'lamayaptimi? Ahvoli yaxshi. Ukol qilib qo'ydik, obработка qildik. Qanaqa dorilar kerak? Ertaga hammasini olib kelib beraman. Dorilar yetarli. Hamma narsa bor bizada. Vrach chiqib tushuntirib yuboradilar. Bu narsa kerak bo'lib qolsa, aytib yuboramiz. O'tirib turing. Keling. Kimga telefon qilyapsan? Opamga. Yarim soatdan beri qilaman. Ko'tarmayaptilar. Tinchlikmikin? Ertaga qilarsan, kech bo'ldi. Ana, pochchangga ham yoqmasa kerak. To'g'ri aytasiz. Nodir aka. Tezroq Pitserga borgim kelyapti. Sizchi? Bu haqda gapirgim yo'q, bilasan-ku. Lekin sendan berkitib nima qilaman? Bilsang, ichimdagi umidim yana ham kattalashyapti. Qaniydi shuncha sabr qilganimizga yarasha bo'lib qolsa. Bo'ladi. Xudo xohlasa. Lobar. Faqat Xudodan so'rashni to'xtatmaslik kerak. Bizni eshitadi. Rahmi keladi. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Ketdikmi? Qani yur. Qani, chet el yoqdimi? Ha, yoqdi opam, zo'r ekan. Ishga joylashdingmi? Aha, joylashdim, конечно. Sartaroshmi? Aha. Ha, yaxshi. Guli, Labay. menga ham posilka jo'natgan, atrupa, kosmetika. Ishxonada zo'r ketadi-da. Хом bo'ladi, opajonim. Сейчас получу только зарплату. Сразу все куплю и отправлю. Дай Ha, bog'. mayli. Xo'p, o'zingni ehtiyot qilgin, xo'p, Guli? Xo'p, mayli. Bo'pti, Guli, xo'p, sog' bo'l. Xo'p, Bo'pti. xo'p. Va alaykum assalom, tabriklayman. Assalomu alaykum, Assalomu rahmat. alaykum, yaxshimisiz? Tabriklaymiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tabriklayman. Umri bilan bergan bo'lsin. Rahmat, tabriklayman. Rahmat, sog' bo'linglar. Mani ismim Ilhom Ibragimov. Bugundan boshlab sizlarga IT texnologiyalari fanidan dars beraman. Tushunarlimi? Sog'lig'ingizni nazorat qilib turish kerak. Pochchayni boshqasi bilan yurayotganini bilib qoldim. Sen tegdingmi men telefonimga? Instagramga o'chib qolibdi. Sizni o'ylab qildim bu ishni. Lobar tug'maydi. Shundaymi? Xo'p, tekshiruv nima dedi? Aytgin. Endi u yog'ini vaqt ko'rsatadi. Demak, ayb ering. Bu aniq emas. Meni bolam o'zini pushtidan bo'lgan bolani boqadi, tushundingizmi?